Assalomu alaykum aziz Facebookdoshlar. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, fuqarolari, insonlar. Mana bugun meni ichki ishlar bo'limiga chaqirishdi. Birinchi qo'ng'iroq keldi. Keyin poveska degandan keyin mana poveska berib ketishdi. Chaqiruv qog'ozi fuqaro Berdiyev Ravshan Shokirovich sizni Shaxsabr shahar ichki ishlar huzuridagi tergov bo'linmasiga 2025-yilning 15-aprel kuni soat 15:00 da fuqarolik pasportingiz va himoyachingiz bilan Shaxsabr shahar IIB huzuridagi tergov bo'linmasi tergovchisi kapitan S.S. Jo'rayevga kelib uchrashingizni so'rayman. Uzrsiz sabablarga ko'ra ko'rsatilgan vaqtda kelmay qolgan taqdiringizda O'zbekiston Respublikasi 194-moddasi bilan majburiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin va O'zbekiston Respublikasi JPK 261-264-moddalariga muvofiq majburiy tartibda keltirishingiz mumkinligi haqida ogohlantiraman. Berdiyev Ravshan Shokirovich, yashash manzili Shaxsabr shahar, Kesh MFS ko'chasi 43-uy. Keyin boyagi tergovchini telefon raqami Shaxsabr shahar huzuridagi tergov bo'linmasi tergovchisi kapitan Sarvar Jo'rayev. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli Facebookdoshlar, demoqchidaman. Men bu insondan so'radim, hech qanaqa e'tirozim yo'q. Meni nima sababdan chaqirishayotganini, u kishi o'ylanayotgan vaqti keyin men aytdimki, balkim nima deydi? O'sha meni olib ketish jarayoniga Bunyodkor MFS profilaktika inspektori hech qanaqa mana unday poveska ko'rsatmasi, hujjat ko'rsatmasi olib ketgandi. Mana shu nima deydi? Menga berilgan poveska kerakli odamlarga tashlab qo'ydim. Men demoqchiman, adashmasam nima sababdan nima deydi? Chaqirilayotganim ko'rsatilish kerak edi bu yerga. Nima sababdan o'sha profilaktika inspektori maktabdagi 7-o'rta Shaxsabr shahridagi maktabdagi o'g'rilarni yashirgan. Men u to'g'risida ham post qo'yib borotgandim o'sha vaqtda. Nima sababdan o'sha vaqt poveskani mana shunday qilib jo'natmagan, poveskani olib uyimga kelmagan. Bu Kesh mahallasini profilaktika inspektori emas. Nima deydi? Men bular to'g'risiga murojaatni qilganimga bu profilaktika inspektori ustidan noyabr oyiga edi. Endi hisoblayingizlar. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel 6 oy bo'libdi-da. Baraka topkurlar, nahotki uyg'ongan bo'lsangizlar. Nima sizlarga endi bu poveska berib chaqirganlaringizga fuqarolar qo'rqish kerakmi sizlardan? Shundaga ham murojaat qilib 6 oy deganga ichki ishlar o'rganib, haylo videolari turibdi, o'rganib ketgan insonni o'zi shu bugun o'ylab turuvdim. O'sha mendan so'roq javob qilganlarni qo'yaymi tarmoqqa deb, mana hozir bolalarga tashlab qo'ydim. Tergovlar olingan bo'lsa, prokuraturaga o'tkazilgan bo'lsa, prokuraturaga borib mendan so'roq savol bo'ldi. Akam Berdiyev Sodiqdan bo'ldi guvoh sifatida. U nonsof profilaktika inspektorining nima haqqi bor edi? Oila a'zolarimni yana mana olib borib sudga tiquvdi. Sudga ham men ishtirok etmaganman. Даже oila a'zolarimni hech qaysini chaqirishmagan. Sud qarorini olib kelib bergan. Shaharda emas, tumanga olib borib sud qilgan. Yana ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilsa, darrov ana Qashqadaryoni uy oltiropsan, boshqa qilyapsan. Hattoki jurnalistlar ham norozi bu yerdagi xatti-harakatlardan. Nima qilish kerak? Viloyat hokimiga yetib bormasa fuqarolarning arzlari. Yana olib ketgancha bu bilan birinchi marotaba emas. O'tgan daf'a faqat Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimovning buyrug'ini bajaramiz deyishuvdi. Bu dafasiga ham olib ketibdi. Mana Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov buyurgan ekan, bizga Shaxsabr shahri prokurori Ravshan Xurramov aytdi, biza oddiy bajaruvchi deydi.
Lekin men ko'p ehtimol bilan yana bir bor qaytaraman. Bu Jamshid Turdiyevni Shahrisabz shahridagi 7-maktabdagi bo'lib o'tgan o'g'irliklarda o'zi ham videoga olgandi, o'sha jarayonga chaqirilib ishtirok etgandi, boshqa hammasini yopib kelyapti. O'g'irlikni yoshirganlarga ham jazo bormi? Agar kim bo'lsa u ichki ishlar xodimi. Nima bu? Prezidentimiz tashrifi oldidan ana yozuvchi, murojaat qiluvchilarni nima deydi? Tozalashmi? Qo'rqitishmi? Nimaga shuncha vaqtdan beri uyg'onmadi bu ichki ishlar yo prokuratura? Nimaga u profilaktika inspektori Jamshid Turdiyevni nimasiga chora ko'rilmadi, xatti-harakatlariga? O'sha qo'limdan telefonni urib tushirgandan keyin qolganini yana kichkina telefonga zapis bo'layotdi, uni ichidagilarni o'chirgan. Salgina vijdon bormi? Qonunlar ishlaydimi Qashqadaryo viloyatida? Yoki darrov murojaat qilib chiqqan insonni ichki ishlarga olib borib, har xil tuhmat tazyiqlar bilan yopish kerakmi? Sizlar insonni ijtimoiy sohalar tomonlama bo'ladigan murojaatlarni qanday darajaga o'rganib chiqyapsizlar o'zi? Mani ham oilam bor, boshqasi bor, o'sha kanalizatsiyalar ishlamaydi o'sha domni oldidagi. Vaholanki o'sha Jamshid Turdiyevda ham o'sha domda kanalizatsiya ishlamay sasib aholi aziyat chekayotgan domda uyi bor. Uni yana bir bor qaytaraman. O'sha Shahrisabz shahridagi 7-maktabda ko'rlar bo'lsa eshitib, qayta aytaman. 7-maktabdagi bo'lib o'tgan o'g'irliklarda ichki ishlar xodimi, profilaktika inspektori Jamshid Turdiyev yillar mobaynida yoshirib kelmoqda. Faqat hokimni qo'shadi, o'tganda ham shu maktab svetoforlarni ko'targandi muammosini. Muhtaram yurtboshimiz aytib kelyaptilar, Shavkat Miromonovich. Adolatli, agar fuqaro murojaat qilgan bo'lsa, qani Qashqadaryo viloyat hokimi kelib ko'rsinlar, qani o'sha temir yo'l bekatining oldidagi kanalizatsiyalar ishlar ekanmi? Yoki o'sha videolarni ko'zlari bilan ko'rsin, qani 7-maktabda audio video yozuvlar yetarli. O'sha Jamshid Turdiyev 7-maktabdagi bo'lib o'tgan o'g'irliklarni yashirganmi yo'qmi? Yo nima qarg'ani ko'zini cho'qimaydiganda ichki ishlar xodimi deb tarafdorlik bo'ladimi? Yo manfaatdorlar ko'pmi deyman bu 7-maktabda orqasidan? Shuncha murojaat ijtimoiy tarmoqqa turibdi. Vijdonli rahbarlar bormi Qashqadaryo viloyatiga? Turibdi-ku ijtimoiy tarmoqqa xodimlaringizni meni qanday qilib olib ketgani. Nima, men ko'chadagi itmiman, uyim yo'qmi? Men rahmat bilmayman, mana u kapitan yoshroq yigit ekan Jurayev menga telefon qiluvdi, men aytganimdan keyin kelib qo'limga poveskani berib ketdi. Muomala qilib. Lekin nimaligini ayta olmadi. Men aytdim, o'sha Jamshid Turdiyev masalasidami dedim, ha dedi. Prokurorga necha marotaba aytolman. Shu prokuror kelgandan beri 2 marta shu ijtimoiy tarmoqlar olib borib, shu ijtimoiy tarmoqlardan murojaatlar qilganim uchun o'sha nima deydi? Bir nohaqliklarga uchradim. Yana bu daf'a aytibdi o'sha Murodjon Azimov, Shahrisabz shahri prokurori Ravshan Xurramov. Yoki nima, mana bu mahalladagi muammolarni ko'targanga bu Ravshan Xurramovni pochchasi bo'ladi bu mahalla raisi. Furqat Badalov davriga ham meni hech kim yopmagan. Nima xusumati bormi menga? Prokurorning pochchasini mahallasiga ikkitalab stadion, to'rttalab detskiy plashatka, bu yerdagilar Kesh, Shuhrat ko'chaniki odamlar odam emasmi? Yana ijtimoiy tarmoqqa chiqarsa, voy, Qashqadaryoning yigiti, Qashqadaryoning yigitlari bo'lsa vijdonan ishlasin. Agar men shuncha ham noto'g'ri yolg'on gapirayotgan bo'lsam, shuncha yo'llarni ko'rmayapsizlarmi ijtimoiy tarmoqlar orqali? Shuncha jurnalistlarni chiqargan narsalarni ko'rmayapsizlarmi? Nahotki shu gaplarning hammasi yolg'on bo'lsa, 50 ga 50 hisoblaylik hech bo'lmasa. Men boraman mana tak. Hozirda
15:00 ga chaqirilganman. Mana yozib qo'yibdi. Lekin bu yerga ko'rsatilmagan. Men aytgandan keyin, "Ha, o'sha masala bo'yicha" dedi. Mani ovozimni kimdir o'chirmoqchi bo'lsa, Xudodan qo'rqib tursin. Bir ikkitasini ko'raman. Menga tuhmat qilganlarda avariya bo'lib, mayib chiqib yotibdi. Lekin Shahrisabz shahridagi maktabdagi o'g'riliklarni ko'tarib, bu profilaktika inspektorini darhol ishdan olish kerak. O'sha nima uchun chaqirgan, assalomu alaykum. Nima uchun chaqirganini yozishmaganda, faqat men aytgandan keyin o'sha bo'yichami desam, ha deyapti. Chiqqanimdan keyin primoy qilaman. Hozircha bu yigit menga hech qanaqa boring o'sha yerga gaplashamiz deyapti-da. Endi prezident tashrifi olin, o'zicha o'ylaydi, prezidentimiz ham qachondir bu gaplarni eshitar, bu Qashqadaryo bo'layotgan adolatsizliklarni, kapitan Jamshid Turdiyevga o'xshaganlar 7-maktabdagi o'g'riliklarni yoshirib kelayotganlari bironta inson chiqardi shularga nisbatan. Shit. Mana lekin nimaga ko'rsatish kerak edi? Advokat bilan keling. Bega nima men jinoyatchini ko'ryapsizlarmi? Jinoyatchilar 7-maktabdagi o'g'riliklarni yashirgan Jamshid Turdiyev kapitan. Yana uning yoniga DPSniklarni qo'shilib kelgan, telefonlarni qo'limdan urib tushirgan. Hali bu holvosi. Hamma biladi shu yerda kimligini Qashqadaryoda. Men ijtimoiy sohalarni ko'targan bo'lsam, buni orqasidan hech qanaqa mablag' ishlaganim yo'q. Qo'pol bo'lsa ham mana oilamni tullalarigacha, o'zi ikkitagina tulla halqa tulla o'shalargacha ro'zg'orimga yedim bola chaqam bilan. Salgina vijdon bormi? Assalomu alaykum Otabekjon, yaxshimisiz, sog'misiz? Mana повестка kelibdi, prosta indamay shu bugun o'zi o'tgan daf'a so'roq qilib ketuvdi bitta inson. Ha, muomalalari yaxshi ekan, indamay yuruvdim. Hozir bugun chaqirishibdi, повесткani ham so'rab oldim. Nima masala bo'yicha dedim? Ha, ana o'ylanib turuvdi, keyin o'sha Jamshid Turdiyev masalasi ham kapitan 7-maktabdagi o'g'riliklarni yashirib, meni noqonuniy olib ketgan. Mana повестка bo'lsa, bersa bo'lar ekan-ku. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sapiyevlarmi bilmadim kim bo'lsalar, Qashqadaryo viloyati. Mana ko'ring, повестка bersa bo'lar ekan. So'radim ham, agar 5-10 minut farq qilsa hech narsa qilmaydimi bu kapitan Jo'rayevdan mayli dedilar. Nimaga kapitan Jamshid Turdiyev shunday qilmadi? Men savolda. Shunday повестка bermadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Nasib bo'lsa, ichki ishlarga borib kelganimdan keyin balkim ungacha ham yana bir murojaat qilarman, chiqish qilib. Bironta vijdonli Qashqadaryo viloyatida bordir, uyg'onayotgan, shu insonlar ham to'g'ri gapiryapti deyotgan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat, hurmatli Facebook do'stlar. Doimo sog' bo'linglar.